Jipiriq. Meni tanidingmi? Yo'q. Hozir esladim. Qo'yma! Nima deb o'ynayapsan? O'tir. Islom aka, Aha. bu bolani 11-uyi oldidan ushladik. Aha. Narkotik modda iste'mol qilgan. Hozir ham narkotik modda ta'sirida. Tekshirib, kerakli ishlarni qilasizda o'zingiz. Tushunarli. Ukam, isming kim? Sening nima ishing bor? Bilasanmi? Senlar jamiyatning tomiriga tushgan qurtsanlar. Senlarni ota-onangga achiraman. Ota-onangga jabr. O maraz. Sen meni Gulday singlimning hayotini badnom qilmoqchi bo'ldingmi? Men-ku mana shu sohada ishlaydigan xodim sifatida sen jipiriq nasl basharangni bilib qol.